Futbolda deyarli har bir futbolchining katta maqsadi bu oltin to'pni yutish bo'ladi. Lekin bundan ba'zilari bunga erishadi, ba'zilari esa bunga erisha olmaydi. Ya'ni oltin to'pni yuta olmaydi. Bugun biz shunaqalardan top 5 tasini ko'rib chiqamiz. Demak, bizda bugun top 5 oltin to'pni yuta olmagan futbolchilar. Kanaldagi birinchi video, shuning uchun videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Unda biz boshladik. Siz bilan Husan Futbol. Endi boshladik. Demak, bizda 5-o'rin shvetsiyalik ajoyib hujumchi Zlatan Ibragimovich. Zlatan Ibragimovich futbol tarixidagi eng xarizmatik va o'ziga ishongan futbolchilardan biri. U faoliyati davomida Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG, Manchester United kabi Yevropaning katta klublarida o'ynagan. Zlatan deyarli har bir chempionatda chempionlikni qo'lga kiritgan, lekin oltin to'p unga nasib etmadi. Zlatanning eng katta muammosi bu u hech qachon Chempionlar Ligasini yutmagan. Oltin to'p tarixida bu sovrinni yutgan futbolchilarning aksariyati aynan Chempionlar Ligasida hal qiluvchi rol o'ynagan. Ibragimovich ko'pincha katta jamoalarda o'ynagan bo'lsa ham bu turnirda omadi kelmagan. Eng qizig'i, Zlatan bir intervyusida shunday degan: "Oltin to'pga muhtoj emasman, oltin to'p menga muhtoj." U faoliyati davomida 500 dan ortiq gol urgan, 30 yoshdan keyin ham yuqori saviyada o'ynagan va 40 yoshda ham A seriyada gol urgan kam sonli futbolchilardan biri bo'lgan. Ko'pchilik mutaxassislar fikricha, agar Zlatan Chempionlar Ligasini yutganida u albatta oltin to'pni ham qo'lga kiritgan bo'lardi deyshadi. Lekin u oltin to'pni qo'lga kiritmadi. To'rtinchi o'rinda fransiyalik ajoyib to'purar Thierry Henry. Thierry Henry Premier Liga tarixidagi eng kuchli hujumchilardan biri. U Arsenal safida invincible, ya'ni biror marta ham mag'lubiyatsiz chempion bo'lgan jamoaning asosiy yetakchisi edi. Thierry Henry tezlik, texnika va sovuqqonlikni barchasini o'zida mukammal qilgan futbolchi. U Fransiya terma jamoasi bilan 1998-yilgi jahon chempioni bo'ladi va 2000-yilda Yevropa chempioniga aylanadi. Klub darajasida ham terma jamoada ham eng yuqori sovrinlarni yutganiga qaramay, oltin to'p unga nasib etmadi. 2003-yilda Henry oltin to'p uchun juda yaqin kelgan, lekin sovrin Pavel Nedvedga berilgan. Ko'pchilik bu qarorni futbol tarixidagi eng bahsli qarorlardan biri deb hisoblaydi. Henry faoliyatini yakunlagandan keyin ham futbol afsonasi sifatida hurmat qilinadi. Hujumchilar uni o'ziga ideal deb ham hisoblashadi. Va 3-o'rin ispaniyalik yarim himoyachi Xavi Hernandez. Xavi tiki-taka futbolning yuragi. U Barcelona va Ispaniya terma jamoasining butun o'yin uslubini boshqaradigan futbolchi edi. Xavi maydonda bo'lsa, jamoa to'pni nazorat qilardi. U Ispaniya terma jamoasi bilan 2 marta Yevropa chempioni va 1 marotaba 2010-yilgi jahon chempioni ham bo'lgan edi. Barcelona bilan esa 4 marta Chempionlar Ligasini yutgan. Bunda yutuqlarga ega bo'lib ham oltin to'pni yutmagan futbolchi juda kam bo'lsa kerak. Xavi bir necha bor oltin to'p ovoz berishda top uchlikka ham kirgan, lekin Messi davrida o'ynagani sababli g'olib bo'la olmagan. Qiziq tomoni, Messi ham Xavi haqida shunday degan: "Agar futbolni tushunishni istasangiz, Xavining o'yinini tomosha qiling." Bugungi kunda Xavi murabbiylik sifatida ham futbol falsafasini davom ettirmoqda, lekin u faoliyati davomida bir qancha sovrinlar yutgan bo'lsa ham, oltin to'pni yutmagani alam qilsa kerak. Va 2-o'rin ko'pchilik fikri bo'yicha 2015-yili oltin to'pni yutish kerak bo'lgan braziliyalik sehrgar Neymar Junior. Neymar zamonaviy futbolning eng iqtidorli futbolchilaridan biri. U Santosda porlab Barselonaga o'tdi va aynan shu yerda Messi, Suarez bilan birga afsonaviy MSN triosini yaratdi.
2015-yilda Barselona bilan treble, ya'ni La Liga, Copa del Rey, Chempionlar Ligasini yutadi, lekin hatto shu mavsumda oltin to'p Messiga nasib etdi. 2017-yilda Neymar futbol tarixidagi eng qimmat transfer bilan PSJga o'tdi. Uning asosiy maqsadi Messisiz jamoada yetakchi bo'lib, oltin to'pni yutish bo'lgan edi. Lekin jarohatlar, muhim o'yinlardagi omadsizliklar va Chempionlar Ligasida oxirgacha yetib bormaslik bunga to'sqinlik qildi. Qiziq fakt, Neymar faoliyati davomida har bir klubda sovrin yutgan Braziliya terma jamoasi bilan Olimpiada oltin medalini qo'lga kiritgan. Shunga qaramay, Messi va Ronaldo davrida o'ynagani sababli doim soyada qolib ketdi. Ko'plab futbol mutaxassislari aytishicha, agar Neymar Yevropada kamroq jarohat olib, intizomliroq bo'lganida, u kamida 1-2 marta oltin to'pni yutishi mumkin edi, deyishadi. Va nihoyat birinchi o'rin Ispaniya va Barselonaning yarim himoyasidagi hukmdor, ya'ni Andres Iniesta. Andres Iniesta futbolni tushunish uchun pas berish va maydonni ko'rish bo'yicha eng yuqori darajadagi yarim himoyachilardan biri. U Barselona bilan hamma narsani yutdi. Chempionlar Ligasi, La Liga, Copa del Rey. Xullas hamma narsa bor. Eng qizig'i, Iniesta 2010-yilgi Jahon chempionati finalida g'alaba golini urgan. Ispaniya tarixidagi ilk marotaba jahon chempioni qilgan futbolchi. Shu yil oltin to'p uchun eng katta favoritlardan biri bo'lgan edi, lekin sovrin Lionel Messiga berilgan. Iniesta kam gol urgan bo'lsa ham, lekin har bir hal qiluvchi vaziyatda aynan u o'zini katta sahnaga olib chiqqan. Ko'plab futbolchilar va murabbiylar uni maydondagi rassom deb atashgan. Ko'pchilik futbol muxlislari va mutaxassislar 2010-yilda oltin to'p aynan Iniesta yoki Xavidan biriga berilishi kerak edi deb hisoblaydi. Iniesta oltin to'pni yutmagan eng hurmatli futbolchilardan biri bo'lib qoladi va qolaversa ham ajablanmayman. Xo'sh, qale, bu video sizga yoqdimi? Fikringizni izohlarga yozib qoldiring va umuman bu video haqidagi fikringizni izohlarga yozib qoldiring. Va endi sizlar uchun ajoyib sovg'a. Endi quiz qilamiz. Mana shu futbolchini toping va izohlarga yozib qoldiring. Birinchi bo'lib topgan 5 ta ishtirokchini keyingi videoda olib chiqamiz. Shunday bo'lsa, yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Siz bilan Husan futbol bo'ldi. Ketkizgan vaqtingizga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.